Bağıra koysan qadam, gulguncha qolmay xandadir. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mana bugungi mavzuyimiz bizda eng qadimiy san'atlarimizdan bo'lgan, yo'qolib ketayotgan mana katta ashula haqida bir ikki og'iz ustozlardan eshitganimizni gapirib bermoqchiman. Men O'zbekiston xalq hofizi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti milliy qo'shiqchilik kafedrasining professori, mehnat shuhrati ordeni sohibi Beknazar Do'stmurodovman. Mana endi katta ashula haqida gap bo'ladigan bo'lsa, katta ashula faqat vodiyda bo'lgan bu. Vodiyda mana 3 ta maktabi bor. Andijon Baliqchi maktabi, Marg'ilon Yozyovon, Qo'qon Beshariq maktablari. Katta ashula ilgari faqat shu samovarlarda, choyxona deyilgan, sana o'shalarda aytilgan. Mana katta Farg'ona kanali qurilganda o'sha yerda juda katta ashulalarni juda ko'p chiroyli ijro bo'lgan, o'shandan butun respublikamizga tarqab ketgan. Buni tarqatishda shu ustozimiz Jo'raxon Sultonov bilan Ma'murjon Uzoqovning juda katta xizmatlari bor. Masalan, xalq artistlarimiz juda ko'p, lekin hammasi katta ashula aytgan emas. Katta ashulani aytish juda qiyin. Juda odamdan katta kuch talab qilinadi bu. 2 kishi, 1 kishi ham aytgan, 3 kishi, 4 kishigacha aytgan. Yovvoyi chorgohlarda 4 kishilar odamlar aytgan buni. Shuning uchun qiyin, o juda katta avjlar bor. Biri boshlab yetkazib bersa, ikkinchisi olib, uchinchisi olib, to'rtinchisi eng baland avjlarga chiqadi. O'shaning uchun katta ashula deydi bu. Maqomning bir bo'lagi bu ham. Buni har qanday ashulachi aytolmaydi. Patnisaki ashula ham deydi, katta ashula ham deydi-da buni. Shuning uchun mana tarilgani olganda, tarilga nima qiladi? Tarilga odamga o'ziga ilhom berib, ashulachini ilhomini keltiradi bu. Mana shunaqa qilib o'ziga ovozni qaytaradi bu. Shuning uchun buni ko'pincha mana patnisaki ashula ham deydi. Dilbari cananım akım nazı itap etme vay. Mana shunaqa aytganda qarang, ovozga vibratsiyadagi titratib odamga ilhom beradi bu tarilga. Shuning uchun doimo tarilga shu aytamiz bu bilan. Mana yovvoyi chorgoh deydi-da ustozlarimiz, yovvoyi chorgoh. Yovvoyi chorgoh degan nimaga yovvoyi? Buni bir xil joyda usuldan chiqib, ashulachilar chiqib, yana tushib, yana birgalashib tushib ketadi o'sha. Mana shuning uchun yovvoyi deydi buni. Mana tarilga yana bir yo'lda doirani ham vazifasini bajaradi. Ko'rdingizmi? Usul mana shunga qarab, shunga qarab turib, biz tushib ashulachilar aytib ketaveradi keyin. Bu san'at yo'q, bu narsa hech qanday, bu notada ham, boshqada ham katta ashula. Xohlagan joyda aytasiz, xohlagan joyda kelganda, yo'q ilhom kelganda aytib beraverasiz. Shuning uchun bu katta ashula. Bizning san'atimiz yo'qolib ketmasi kerak. Bizlardan yoshlarga o'tsin buni, yana uzoq yillar, ming yillar tarixi bordir. Yana ming yillar ketishini men xohlab qolaman shuni. Rahmat. Bulmadım aslında ey pariya hargiz kariya Hayda bulsan ama matlabi men o'zim har joyda kenglim sendadir. Ko'rgan keldiga